Yaxshi ko'rinyaptimi? Cho'tkimi? Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sanamiz 19-fevral 2026-yil. Hammani muborak ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Bugungi qilayotgan videomizdan maqsad shu uzumlarimizga, olmalarimizga bo'ladimi, shaftoli hamma meva turlariga isoq qaynatmasini tayyorlash jarayonini ko'rsatish maqsadimiz. Qanday tayyorlanadi, nima qilinadi, o'shalar haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Qani boshladik bo'lsa. Bu o'sha isoqni tayyorlash vaqtida buni qo'zg'ab turish uchun kapkir qo'yganmiz. Yog'ochdan bo'ladi kapkirimiz, temir ishlatmaymiz. Biz 10 litrlik suvga tayyorlaymiz bugun isoq qaynatmasini. Katta gektarlarga bo'ladigan bo'lsa 100 litrga 12 kilo oltin gurgut, 6 kilo ohak solinadi. Bizda hozir 10 kilo 10 litrda chamasini olganmiz. 10 litrga demak 1 kilo 200 oltin gurgut, 600 gram ohak qo'shiladi. Ularni tayyorlab olganmiz. Mana 600 gram ohagimiz bu. 600 gram ohakka mana shu 10 litrdan suvni 10 litrdan olamiz. Ohagimizni so'ndirib olamiz. Ohagimiz hozir birpas so'nadi. O'sha 10 litrni ichidan ishlatyapmiz suvni ham. ...600 gram oltin gurgut mana. Buni Vitaptekadan oldim. 400 gramlik ekan. 800, 1 kilo 200 bo'ldi o'sha oltin gurgutni. Vitaptekadan oldim. Boshqa joyda ham bo'ladi. Menga mana shu uchrab qoldi. Shuni oldim. Mana eryapti. Ohagimiz so'nyapti. To'liq so'nmasin hozir. Oltin gurgutni yaxshi aralashtirib olamiz. Tagiga o'tni ham yoqib yuboramiz endi. Endi bunga qaynamasdan mitga qo'yib olamiz cho'p bilan mana. O'rtasiga qo'ydik. Mana shu 10 litr suvimiz qaynab pishguncha mana shu urinda bo'lish kerak mana. Urinda endi yaxshilab o'zimiz biladigandek qilib olamiz buni. Mana cho'pimizga metga qo'yib oldik. Endi buni suv qaynaganda suv qaymaysa, mana shu metkada yana o'shanchalik suv turamiz. Doimiy to pishgunga qadar. Bu endi isoqimiz 1 soat davomida qaynash kerak. Qaynagandan keyin soat to'g'rilaymiz. 1 soatga 1 soat rosa 1 soat qaynaydi. Mana isoqimiz ham qaynashni boshladi. Mana rangi ham o'zgaryapti. Mana shunday hozir soatga qaraymiz. 1 soat mana shunday qaynab turadi. 1 soatdan keyin isoqimiz tayyor bo'lib holatga keladi. 1 soat qaynash kerak bu. Rosa 1 soat qaynaydi. Mana qanday rangga kirib boryapti. Qarang, chiroyligina buni rangini. Tilla rangga aylandi ancha. Juda ajoyib svet bo'lyapti rangi. Doim buni o'lchab turamiz. Qo'ygan belgimizga. Hali anchagina kamaymabdi. Yaxshi qaynayapti. Mana qaynatmamiz tayyor bo'ldi. Rosa 1 soat qaynadi. 1 soat mana rangi qanaqa bo'ldi. Endi buni dimlab qo'yamiz. Ertalab ochib buni quvvatini o'lchaymiz. Mana isoq qaynatmamiz ham tayyor holatga keldi. Endi rangini ko'ramiz. Buni solishtirmoqni o'lchab ko'ramiz.
Rangi juda tiniq. Mana endi taroziga qo'yib olamiz. Solishtirma og'irligini bilib olamiz. Taroziga soni qo'ymasdan oldin bankani mana 0 ga tenglashtirib oldik. Qarasini chiqarib oldik bankani. Mana endi solishtirma og'irligini qo'yamiz. 1 kilo 130 ekan. Endi bunga jadval bo'yicha 14% bo'libdi. 5% 14 quvvati 14%, 5% sepish uchun 3 litr 300 gram 10 litr suvga qo'shamiz buni. Mana shunday gaplar do'stlar, mana shunday tayyorlanadi. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, layklarni bosib